Dadasi, keyingi paytlarda shu o'g'lingizni tarbiyasiga vaqt ajrata olmayapsiz deymanda. Shundan xavotirdaman. Telefoningizni qo'yib turing birpas. Nega xavotirlanasan? Jasur, meni o'g'lim. Maktabni bitirishi bilan bitta mashina olib beraman. Xo'sh. Qarabsanki, pulni tagida qolamiz, onasi. Voy. Nima deganingiz bu? Bitta o'g'limiz ham kirakash bo'ladimi endi? Nimalar deyapsan? Ha? Ha, bir umr shu kirani orqasidan hayot kechirib kelyapmiz-ku. Birovdan kam joying bormi? Yo'q, Xudoga shukr, nolimayman, lekin endi Hech qanaqa lekini yo'q. oliygohlarda o'qishini, katta odam bo'lishini xohlayman. Xotin. Kim xohlamaydi? Farzandini o'qimishli, intelligentni odam bo'lishini, lekin buni hayot deb qo'yibdilar. Meni ham dadamlar katta odam bo'lasan derdilar nuqul. Katta odam bo'lib ketdingiz.